Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Sadaqallohul azim. Kimlarning imkoniyati bor bo'lsa, u insonlar Allohning roziligi uchun haj qilishligi farz. Ya'ni ularga haj qilishlik Alloh tarafidan hukm qilingan. Albatta haj bu ulug' amal, lekin o'shani masoillarini bilib oladigan bo'lsak, qilayotgan amalimiz yanada go'zal, yanada chiroyli va Allohning oldida ham mahbub bo'ladi. Bugun aytadigan masalamiz shuki, hajning turlari. Hajni 3 turi bor. Birinchi haj bu ifrod hajligi. Ifrod haji deb shunday bir hajni aytamiz. Qaysi bir inson bitta ihrom bilan faqatgina haj amalini bajarsa, buni ifrod haji deb aytamiz. Ya'ni bu haj qilgan odamni mufrid deb aytamiz, ammo hajni esa hajjul ifrod, ya'ni faqatgina haj amalini bajardi deb nomlaymiz. Ikkinchisi qiron haji. Qiron haji shunday bir haj, bitta ihrom kiyib umra bilan hajni bitta ihrom bilan bajarishlik. Ya'ni boshida bitta ihrom kiyasiz, umra amallarini bajarasiz, sochingizni olmasdan, keyin ihromdan ham chiqmasdan haj amalini bajarasiz. Va haj amallarini bajargandan keyin, oxirida haj amali tugagandan keyin sochimizni olib, ihromdan chiqib va hokazo boshqa amallar joiz bo'ladi. Uchinchisi hajjut tamattu'. Tamattu' hajligi. Tamattu' hoji deb, mutamatti' deb shunday bir hajni aytamiz. Qaysi odam birinchi ihrom bilan umra amalini bajarib, umrani ihromidan chiqib va undan so'ng haj amalini bajaradigan bo'lsa, bu hajni haj tamattu hajligi deb aytamiz. Ya'ni bu hajni tamattu haji deb aytamiz. Bu hajni 3-chi turini bajargan odamni mutamatti' deb nomlaymiz. Demak azizlar, hajning 3 turi bor ekan, har bir insonga joiz. 3 turini xohlaganingizni qilsangiz bo'laveradi. Albatta, tamattu haji va qiron haji bu ifrod hajidan yaxshiroq. Va eslatib ketadigan yana bir masala, agar siz tamattu haji bilan qiron hajini qilayotgan bo'lsangiz, unda sizga bitta qon chiqarishlik, ya'ni qo'y so'yishlik vojib bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.